Assalomu alaykum yurtdoshlar. Shahrizda mashinasiga gaz ustanovka qildi. Shakat aka mashina chiqitini Umarxonda do'stimizga qilibdi. Xo'p, 450 tali aptashab, hammasini 8 tasini aptashab, uniga 200 tali ustanovka qilganmiz. Mana holatda kabina orqasiga o'zdan chiqqan madacha balonni qo'yib, yoniga 150 tani tushirib, xudo xolos tender manalar hammasi zavodskiy holatda chiqqan. Qonni plazma bo'lib, hamma yoqlari apishkalargacha o'ziga tushirib, chatga qilib berganmiz. Kimga xizmatda bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Evekoma har qanday mashina chiroyli qilib ustanovka qilamiz. Mana holati 0 qilib o'chib olib, 0 dan o'silinni qilib beramiz, xudo xolasa. Mana bunaqa 2 santimetrli listda mana qilib o'silinni qilib qo'yamiz, pomni. O'zinikidan tashqari davab yana o'silinni qilamiz, xudo xolasa.